Assalomu alaykum hurmatli grant mehmonlari. Bugun navbatdagi oshxona mebelimizni o'z joyiga sun'iy oldik. Bu oshxona mebelimiz Buxoro viloyati Lo'sha tumaniga sun'iy bo'ldi. Bu oshxona mebelimiz uzunligi 5 metr bo'lgan, balandligi 240 bo'lgan. Bu oshxona mebelimizni 2 etajlisi 3.200.000 so'mdan olinadi zakasiga. Bir ko'rib baho berib qo'yasiz. Bu oshxona mebelimiz ichida kalyonli oynalari, ikkita gaz orqasiga bitta mana bu taxta kashga. Antiqa podarkalari, pichoq navorlari, to'rtburchak original marka smestitellari, sushilkalari bonus tariqasida bo'ladi.